Samsung A72 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Unda sizga beradigan ma'lumotim manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq va xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 5000 mAh litium polimer lipo batareyalar tizimi mavjud. 25 vatt quvvatlagich talab qiladi. 25 vattdan kam bo'lgan quvvatlagichga ulash mumkin emas. Telefonni ishdan chiqishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash mavjud. 54% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlagich, ya'ni oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 15 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 35 daqiqa. Videolar tomosha qilganda 13 soat 14 daqiqa. O'yinlar o'ynaganda 5 soat 11 daqiqa. Kutish rejimida 144 soat. Umumiy avtonomik holatda esa 25 soat 3 daqiqaga yetadi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, izohlarimizni yozib qoldiring. Bizlarni kuzatib boring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hozircha xayr salomat bo'ling.